Assalomu alaykum aziz do'stlar. Urganch City'da 2 xonali kvartira sotib chiqdingizlar. Korobka holatida shu ko'rib turgan go'k tomimizda. Kvadrat metri 6,5 million so'm aytib turibdi. 4-etajda 2 xonali kvartira korobka holatida izlar. Endi bir qator o'yin ichini ko'rib chiqamiz. 4-etaj aytganimdek korobka holatida izlar. Son o'zinglar. Ve kuxnyasi aynalar plastik ramalından ezle suv o'chirish, gaz o'chirishni qo'yib beraman dedi. Shuning korobka holatida kvadrati 6,5 million so'mdan tutdi ezle 59 kvadrat tutdilar. Şunun görünüşler sizlerin üyesini tez ve asan satışını istersizler 94'lik 880 32 25 rakamına rızkılsa oladayızlar. Görüşürüz. Xanadam Suedi. Sağ olun, selamat olun. Keyingi videoda görüşünce.